Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, podpischiklar. Hozir biza sizlarga 41 savxozida Guliston Ofida Sapay davlat ta'limi nonvoyxonasini reklamasini ishlaymiz. Hozir bu yerda adresini tushuntirib o'taman polnosda. 41 zabatdan kelaverishingizda yonboshi aylanmaysizlar. Yonboshi aylanmaysiz, to'g'ri o'tasiz. To'g'ri o'tganingizdan keyin bu yoqni hozir sizlarga tushuntirib beraman o'zim. Videoni ko'rib bizlar bilan davom ettiring. Ben seni ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Ben seni ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Ben seni vasing uchun yuragi vayron bo'laman. Ben seni vasing uchun yuragi vayron bo'laman. Xola xola doktor dorin qurbonlashaman. Xola xola doktor dorin qurbonlashaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Matal kafesi, yine Matal kafesi. Bu yerde birbirinden acayip buğan tavuğlarımız var. Sevaman samjim qora gözler. Ketmagin yolg'izim sen busisan. Nahotki yulduzim baxtsiz kezar. Ketmagin yolg'izim sen busisan. Nahotki yulduzim baxtsiz kezar. Seni men ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Seni men ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Ben seni vasing uchun yuragi vayron bo'laman. Ben seni vasing uchun yuragi vayron bo'laman. Xola xola doktor dorin qurbonlashaman. Xola xola doktor dorin qurbonlashaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Bandaman xayolga yulduzi to'ndek. Aytganim qayerga borsang qilsang. Bandaman xayolga yulduzi to'ndek. Aytganim qayerga borsang qilsang. Seni men ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Seni men ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Ben seni City'den o'tganingizdan keyin Leshoz ko'chasini giradi yo'ldan. Bu yoq tarafi aylanmaymiz. Bu yoq tarafi aylanmaymiz. Yana daxshi to'g'ri kelaveramiz. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Seni men ishqing uchun oshiq hayron bo'laman. Ben seni vasing uchun yuragi vayron bo'laman. Ben seni vasing uchun yuragi vayron bo'laman. Xola xola doktor dorin qurbonlashaman. Xola xola doktor dorin qurbonlashaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Dilagundagi shahiba doktor diyorishaman. Marketten taraf kurulalım. Biz aytılgan manzilga geldik. Qani ichkariga qarab kelamiz.
Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, og'ayqonimiz, kuzatuvchilari. Hozir endi bu yerda biz magazinning ichiga kirdik. Navoiy kanalımıza girdik. Bu yerda hozir hamma ma'lumotlar bilan Abdujalil ukamiz tanishtiradi sizlarni. O'lasam tanishtiramiz. Buğankilarimiz görüp turibsiz, bomboş, üstü şişken. Buna hammasini bu nonlarimiz, bu to'y zakazlar paketlanib turgan, bular bugun keladi. Ertang bundan keyin zakazlarimiz bor. Nonlarimizni ko'rsangiz. Buni hammasi suv taqarilgan. Buni suv qo'shmaymiz. Bu hammasini qo'shilib Lekin haqiqatda lekin nonlara gap yo'q. O'zimizga ko'rib turibmiz, ajoyib tarzda. Suv qarilgan bilan suv taqarilganning farqi bor-da, baribir. Bomboshgina zo'r, ajoyib. Yana bu yerda bemalol biz to'ylara zakaz bersak bo'ladi nonni. To'ylara razmerlarimiz ham bor, masalan, to'g'rimi? Har xil razmerlarda yopib beramiz, xohlasanlar. Uy ham bo'ladi, uy ham katta razmerda, kichkina razmerda to'y uchun, tug'ilgan kunlar uchun zakazni qancha vaqt avval berishimiz kerak bizlar? Zakazni shu 2 kun burun, 3 kun burun aytib qo'ysalar, shu vaqtda pishsin, vaqt soatini aytib qo'ysalar, shu vaqtda pishirib, taxlab qo'yamiz, kelib olib ketadilar. Tayyor bo'ladi. Bo'lgan nonlarimiz ham yana ajoyib, lekin gap yo'q, nonlar ham ajoyib. Kesilgandan bo'lmaydi ishlari, kesilishlari ham zo'r. Aha, gap yo'q. Ana shunday, hamma narsa zo'r. Narxlarni aytib o'tsangiz endi bular narxini tomoshabinlar bilsa. Endi buxankilarimiz narxi 3000 so'mdan, nonlarimiz ham 3000 so'mdan. Agar to'y, ba'zan to'yga sadaqalar bo'lsa, ularga kelishtirib beramiz, kelsalar. O'zimiz kelishtirib, razmerlar ham bor, har xil razmerlari. Ulardan pullarni shu yerga ham vaqtda gaplashib, kelishtirib beramiz, agar to'y ba'zanlari bo'lsa. Ichkarilarimiz ham xodimlarimiz zo'r tarzda ish faoliyatini yuritmoqda. Tezliklar bilan gap yo'q. O'zingiz shu aytilgan vaqtlaringizda polnisni yetirib beradilar. Hali bu yerdan hech qolib olmaganda, to'g'rimi? Hammasi o'z vaqtida pishirib berib turibmiz. Hammasini rozi bo'lib qilagan. Gap yo'q. To'ydan bu nonlarimiz to'ydan keyin ham qatib qolmaydi. To'ydan keyin ham o'zlari uyindagi gap yo'q. Ajoyib. Aziz do'stlar, pastda yozilgan nomerlarga bemalol murojaat etishimiz mumkin. Davlat Sapayevning nomeri hamda Abdujalil ukamizning nomeri, shu nomerlar bilan bog'lansanglar, bu bemalol bo'ladi. Bizda yana bir qulayliklarimiz bor, xizmatimiz. Agar kimda-kim uyinda non sirtqa chiqib sovuqlarda non yapmayman desa, xamirni qarib, shular kelsalar o'zlarimiz yapib beraveramiz. Yana bizning dostavka xizmatlarimiz bor. Hozirda biz stalovoy magazinlara, ularga dostavka qilib berib turibmiz. Har kun zakazlarimiz bor. Hozir ham chiqib telefon turibdilar. Aziz do'stlar, nonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Hammasi sifatli, yumshoq bo'linishli nomadi. Yumshoq. Bu nonlarimizni har xil razmerlarda yapib beramizda. Zakazga qarab, shu ertalab 2-3 kun burun aytib, telefon aytib qo'ysalar, bundan katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, zakazga qarab yapib beramiz. Sutlatib, albatta sut qo'shib, bo'shatib, duralatib. Keyin bizning bu yerda patirlarimiz ham bor. Patirlarimiz ham shu har xil razmerlarda, katta bo'lsa katta, kichkina bo'lsa kichkina, ichi go'shtli. Go'shingiz mumkin, pisirlab turibdi. Gap yo'q, patira gap yo'q lekin. İçlerinde piyazlarni go'shtlari yo'q, hamma narsalarni qo'shib. Sizlarda yana endi bir savol, endi hammadan ko'pchilikdan savol kelishi mumkin. Dastlabki xizmati bormi deb savol berish mumkin. Nerda dastlabki xizmati bepul? Endi dastlabki xizmatlarimiz bor. Hozirda magazin stalovoylari dastlabkilarimiz bepul turibdi. Keyin shu elot ichida dastlabkilarimiz bepul. Agar sal uzoqroq bo'lgan bo'lsa, uni o'zlari bilan kelishib olamiz-da. Bo'ldi. Boyaga aytganimizdek shu o'zimizni telefon nomerlarimizga murojaat qilib, bemalol ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Barchaga e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.